O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2025-yil 12-sentyabrdagi 172-son farmoni qishloq xo'jaligi yerlaridan samarali, oqilona va uzluksiz foydalanishni ta'minlashga qaratilgan muhim hujjatdir. Endilikda barcha bo'sh turgan yer uchastkalari qisqa muddatda kadastr agentligi tomonidan tuman hokimligi qaroriga asosan bo'sh turgan yer uchastkasi sifatida hisobga olinadi va hisobga olingan kundan boshlab 10 kun ichida elektron auksion savdolariga chiqariladi. Bu jarayon yerni taqsimlashda to'liq shaffoflik va tenglikni kafolatlaydi. Farmon asosida ijarachilarga o'z yer maydonining bir qismini qonuniy tartibda qayta ijaraga berish huquqi yaratildi. Bu tizim yerni yanada samarali boshqarish va yanada ko'proq dehqonlarni yer bilan ta'minlash, eng asosiysi ushbu jarayondagi korrupsiyaning oldini olish imkonini beradi. Bo'sh turgan yerlarni hisobga olish va realizatsiya qilish uchun tuman va shahar hokimliklari shaxsan javobgar etib belgilandi. Auksionlardan tushgan mablag'lar esa avvalo hududlarda qishloq va suv xo'jaligi infratuzilmasini rivojlantirish, shu jumladan sug'orish tizimlarini yaxshilash, zamonaviy suv tejovchi sug'orish texnologiyalarini joriy etishga yo'naltiriladi. Farmonga muvofiq qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yerlar O'zbekiston fuqarolari va ular muassisligidagi yuridik shaxslarga 30 yil, chet el investitsiyasi ishtirokidagi korxonalarga esa 25 yil muddatga ijaraga beriladi. Farmon yerdan samarali foydalanish, dehqon va fermerlarga erkinlik berish, xalqimiz dasturxonini yanada to'kin qilishga xizmat qiladi.